Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchilar. Uyda dam olib yotgandim, telefon bo'ldi, vaziyat yaxshi emas, kelmasangiz bo'lmaydi dedi. Uydan chiqib keldim, tinchlikmi bo'lsin deb kelyapman, Xudoga shukr. Tinchlikka o'xshayapti, bir kiraylikchi, nima gap so'z. Yuringlar bizlar bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Mazalar qochib borganda biroz tinchlantirib chiqdim to'g'ri. Vaziyat yaxshi emas hozir. Yaxshimi? Men bir o'tib ko'raychi. Yordam beringlar obunachilar. Ke videochi keling, baqing kelib keting. Ular ketgan uringan shekilli uxlayaptilar. Chiqamiz, tashqariga chiqib olaylik. Akamni bezovta qilaylik. Bizga to'g'ri tushunasizlar. Akamni bezovta qilolmayman. Gapirgan sarlarini o'zlari qochadi. To'g'ri olganga bilan mehnatdan biri qilamiz. Biz yaxshimisiz, yo'qmisiz? Yaxshimisiz? Biz obunachilarimiz salomlashib Ishimizda obunachilar. to'rtta bolasi bor akamning. Ularni biz osmonlardan qolamiz. Vaziyat yaxshi emas. Ozroq yordam qilmasalaringiz bo'lmaydi. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Vaziyat yaxshi emas. Hozir to'g'risi qo'limdan hech narsa yordam kelolmayapti. Obunachilarim kam. Nima qilishni bilmayman. Yangaga nima deyishni ham bilmayman. Nima yanga nima? O'z-o'zidan akamiz qochibdi. Shu uyimizning orqasi ozroq suv o'tadi. Shu aytib Podvalda, Kim aytdim? Bolalar aytdim. Bolalar shu dada suv to'lib ketdi deb aytib qo'ydi. Shu mazalar yo'qdi birdan. Asabiylashib mazalar qochdi. Shuni hozir ukol qilib yotqizdirdim. Iltimos yordam beringlar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bolalarim yetim qolmasin. To'rtta bolani chirqilib qolmasin. Har bir bolani o'z havasi bor. Erta to'rtta bolaga otasiga yugurmay degan emas. Orasiga yugurib, oxir-shoxirga ketib oldi. Vaziyat yaxshi emas o'rtoqlar. Qo'llardan kelsa ozgina yordam bermasalaringiz bo'lmaydi. Yig'lamangiz. Boshqanangizni ko'rsatsam bo'ladimi? Suv bosgan joylarni. Birga kurashaylik. O'tgan safar ham video ko'rsatganman. Shunga ham shukr qiladilar, lekin suv o'tgan. Bolalar bolada baribir bola aytib qo'yibdi-da, kasal insonga hamma narsani aytmaydi-ku. Ular aytib qo'yishdi. Voy, bismillahirrohmanirrohim. Voy, shoshmay. Oshxonada ham shamol beribdi. O'rtoqlar, muharraka suv, mana shu ichkaridan tushgan suv baqirib chiqib kelyapti. Buniyariga yanga ovqat qiladi bolalariga. Ishib ovqat qiladi. Mana yangamiz yana bir bor aytaman, qo'llari pazanda. Qarangizlar qanday. Mana buni kirib olsalaringiz boshqalarni ichiga voy bilan ballig'dek suzish kerak. Suv. Kamerachi qizimiz kelavering qara. Mana shu yoqdan, mana shu devordan suv sizib o'tyapti. Pastdan suv sizib o'tyapti. Mana. Xuddi kran qozib suv chiqarib qo'ygan dedi. Har kasal odamga hamma narsani aytavermayman, o'zi sog'liklari. Har bolaligini qiladi degan shu. Iloji boricha bolalarga ayting, otasiga har narsa aytmasin. Bari bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz ichiga saxovat pish insonlar ko'p. Qo'llaridan kelgancha yordam beradi. Men o'tgan marta bu videoni ko'rsatib ketganman, tomni orqalarini. Yanada bir marta sizlarga ko'rsatmasak bo'lmaydigan o'xshaydi. Qayerdan bu suv o'tayotganini yangi obuna bo'lgan yo yeni obuna bo'lib bizni kuzatib boruvchilar. Mana hozir endi sekingina orqaga qarab o'tamiz. Suv qayerdan o'tayotganini ko'raylik. Sizlarga biz ko'rib bo'ldik bu narsani. Sizlarga ko'rsataylik. Alloh razı olsun. Nasıl zaten? Belki de nasıl böyle yapıyordu.
Jihatdan shaqacha ham sizlarga tegishli. Bo'lsa 30 metrda. Mana bu hozir biz yangi kirgan pazarimizni tagi. Bular beton quygan, lekin baribir suv sizib kalamush uygan, chuchqa uyganmi, nima bo'lsa ham uyib suv kirib ketyapti ichkariga. Bu aka shundan xavotir olib, 4 ta bolam uysiz qoladi. Yotgan joyiga 4 ta bolam uysiz qoladi. Suv bosib ketadi, uyim qulab ketadi. Kasal odam nimalarni o'ylayapti bilmayman. Videoch asta yursangiz men sizga yetolmayman. Asta yursangiz gapirib olsam deyman qizim jonimga. Shu vaziyatda qizimiz uyiga bir qizimiz olyapti, tushunmaydi uncha. To'g'ri tushunasizlar. Yangani holati shu. Bu tomonlarda. O'zimdan topiladi. Bu yerda turishim mana shu joy. O'zi orqasiga bu yo'lga bilan daxil mashinaga tegishli. Kasal bo'lganda aka davolayman, birodar. Qachongacha birodar olaman deb shu joylarni sotgan, uni boshqa odamlar uyni qurib oldi. Kecha bu bug'doyni bir obunachimiz bir haftalik produkt qilib, bir obunachi akamiz shu o'zimizdan kuzatib borar ekan, Alloh razı olsun. Endi ichga o'tiraylik. O'zimiz nima deydi? Obunachilarimiz bilan dildan suhbatlashamiz. Inshaalloh Alloh rozi bo'lsin bulardan. Yanga, bilasiz, meni obunachilarim kam. Qo'limdan kelgancha kaftalarimizga befarq bo'lmayotgan insonlar bormi? Yordam berishyapti. 10 ming, 18 ming, 50 ming, 20 ming kartaga pul tushdi deb telefonga aytdilar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qo'llab-quvvatlanglar. Rahmat sizlarga. Yordam beringlar. Bolalarimga yordam beringlar. Bolalarim otasiz qolmasin. Iltimos yordam beringlar. 4 ta bola chirqillab otasiz qolib, 4 ta bolaga otasiz qolishiga yo'l qo'yganlar. Avval Allohdan. Alloh aytganki, jim o'tirganga hech narsa bo'lmaydi. Sizlar sababchi bo'lib shu insonlar shu akamiz Alloh shifo berib qo'llaringga yordam qilsalaring. Mana tomdan qasiga ham kimdir sement olib beraman, kimdir hasharga boraman desa ham mayli, kelinglar shu birlashaylik. O'zimizning mahalladosh akalar bordir, opalar bordir, ukalarimiz, singillarimiz bordir. Ulardan kelsa ozoz sizlar ham kelib shu insonlardan befarq bo'lmanglar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Mayli nima bo'ladi, nima qo'yadi. Hamma narsa bu dunyoga qoladi. Biz ketayotgan odammiz. Bu narsa qolayotgan narsalar. Lekin shu farzandlar otasi katta bo'lmasligiga sizlar sababchi bo'lib, oz-ozdan bo'lsa qo'llab, shoylarga yordam qilinglar. Shu akani dorikonlari bo'ladi, hech bo'lmasa doktorga olib borib, yaxshiroq doktorlarga ko'rsatib, bir hayotga shu biz qatori bu akani yashaysiz kerak. Endi 48 yoshga kiribdilar. Nimani ko'ribdilar? Ozgina qo'llab-quvvatlasalaring. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bu yangam o'zi ham sog' emas, o'zini ham sog'ligi yo'q. 2 marta operatsiya bo'libdilar. Avval o'zlari biz ishlardik, birga ishlab yurardik daralarga. Bizga shuncha qiynalgan ekan aytmagan ekanlar. Vaziyat mana 10 minutcha bo'lib kelib, bugunlikka mana shu qiziqib shu ishga kirib qolganimga ichlaridagi dardlarini aytibdi. Mayli, nima deymiz endi? Oz-ozdan bo'lsa qo'llayliganga nima deysiz obunachilarimizga? Yetkazib ayting, sal gapiring. Bularga nima iltimosingiz bor? Bulardan nima so'raysiz? Yordam beringlar, iltimos. Kattaroq doktorlarga ko'rsataylik. Sizlardan yordam so'rayman. Bolalarim yetim qolmasin. Xo'jayinni davolab olaylik. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Shuncha mahalla ham nimalar ham yordam berishdi. Shuncha qildik, lekin yaxshi bo'lmayaptilar. Chunki kichkina doktorlarga borgansiz. Endi biz professorlarga ko'rsatolmaga borolmadik-da, pulimiz yetmadi. Shu borimizni mablag' kamligidan shu o'zimizni territoriyalarga ko'rsatgan. Tumanlarga borib ko'rsatib berdik. Operatsiyalar qildik. Buyraklari yo'q, bitta buyrak ham attest qilyapti. Shu coviddan keyin shu kasallik o'tib shu o'pkalar nafas ololmaydi, hozir kislorodda. 2-3 ta ventilator bilan ham kislorod
iloji yo'q nafas yetishmovchilik juda qisilib qolyapti. Qo'l bilan svet o'sib vaziyatlari og'ir bo'ladi. Hozir ham sal bir narsadan asabiylashsalar ham o'tirgan joylariga ham mazalari qochib qolyapti. Hozir mana kolyaskadalar, yurolmaydilar holsiz. Nima deymiz, bolalarimiz kichkina shu qilmasin deb kichkina bolalari bor, bog'chaga olib tashlashgan. Hozir kelib qolishar ular ham. To'g'risi bolalardagi hamma gapga shunday qilib bo'ladi. Yangi bog'chaga qo'ying deb o'zim aytdim. Bolalar har orqasini pullar yotganini ko'rib Siqilib bolalarim ham asabiylashgan. Birov kelsa qo'rqadi. Dadamiz olib ketishadi, uzoqqa deb qo'rqishadi. Ko'p skori bilan olib ketganmiz og'irlashganlarga. Shundan qo'rqadi bolalar. Dadam biron joyga olib ketib qolishadi. Shuning uchun bolalarimni hozir o'zimizni qishloqdagi bog'chaga o'zlari mayli deb nima qilishdi, olib borib berdik deb bolalarimni. Bog'cha akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammani o'ylagan niyatlaringizni yetkazsin. Nima deymiz? Oz-ozdan bo'lsa ham kartalarimizga befarq qilmay qo'llab-quvvatlab. Endi bu bola mana bu bolada kichkinagina bola qochib ketaveradi videodan. Bilmayman nimaga. Kel o'g'lim, kel biz yonimizga kel. Kel bolajon kel. Kela yigitjon kela. Ha mayli. Bola bu 5-sinf shekilli uyalyapti. To'g'ri tushunasizlar. Nima desam aka? Qo'llanglar kelsa, qo'llanglar, quvvatlanglar. Shu yangaga yordam qilinglar. 4 ta bolasi yetimlik bolasi. Sizlarga rahmat. Yangilikka duo qiling. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat yordam berganlarga. Yanada qo'llab-quvvatlanglar, yordam beringlar, bolalarni tutib qo'ymasin. Xo'jayinim davolab olay. Alloh sizlardan rozi bo'lsin, ilohim. Hammalaringni bergan ehsonlaringiz Alloh dargohida qabul qilsin, ilohim. Bolalaringizni boshqa sog' omon bo'ling. Rahmat sizlarga, sog' bo'ling.